Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Amerika bilan Yevropa İttifaqı kuchini Xitoyga markazlashtirishga qo'shildi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Yevropa İttifaqı o'zaro tamojni beji mojarosini vaqtincha to'xtatib, kuchini Xitoyga qaratishga qo'shilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Yevropa İttifaqı bilan Amerika 5 mart aeroplan to'liqlama zapchastlari keltirib chiqargan necha milliard dollarlik import tamojni beji masalasini hal qilishni 4 oy kechiktirgan. Hamda Dünya Savdo Tashkilotidagi 16 yilga suzilgan talash tartishni hal qilishga va'da bergan. Her iki taraf har qanday hal qilish chorasining cho'qim Xitoyga markazlashishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. İki taraf bu haqda birlashma bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda munolar bildirilgan. 4 oylik vaqtincha to'xtatish Amerikaning Yevropa İttifoqidan import qilgan 7 milliard 500 million dollarlik barliq tamojni beji ve Yevropa İttifoqining Amerikadan import qilgan mahsulotlardan elinadigan 4 milliard dollarlik barliq tamojni bejini o'z ichiga oldi. Bayonot yana suhbatlashish orqali hal qilishning muhim mazmuni kelgusidagi kasbni qo'llashdagi cheklamalarni, shundaqla Xitoyga o'xshash yangi bozor iqtisodiy gavdalarga qonunsiz kirgan davlatlar elib kelgan savdoni burmalash qilmishi va xirisga taqobil turishni o'z ichiga oldiganligi bildirilgan. Bildirilishicha, juma kuni Prezident Bayden bilan Yevropa komitetining raisi von der Leyen o'rtasidagi telefon suhbatida ikki rahbar ularning o'rtaq qimmat qarashi va dunyodagi eng chong savdo va mablag' selish munosabatini ko'zda tutib, ikki taraf o'rtasidagi boj qo'yish ishini vaqtincha to'xtatishga qo'shilgan. Bayden Yevropa İttifaqini qo'llaydiganligini va Amerika-Yevropa sheriklik munosabatini asliga keltirish va gullantirish irodasini ta'kidlagan. İki rahbar yana Xitoy, Rossiya, Belorussiya, Ukraina va G'arb Balqon rayoni masalalarida moslashishga qo'shilgan. Von der Leyen bu haqda bu kelishim Atlantik okeanining ikki tarafidagi savdo va sanoat uchun nihoyatda muhim xabar. Shundaqla kelgusi bir qancha yilda iqtisodiy hamkorlik uchun intayin aktiv signal degan. Chegarasiz muxbirlar Xitoyning virus mazgilida chet ellik muxbirlarga parokandachilik selishni kuchaytirganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, chet el muxbirlar jamiyati FCCC 1 mart dokulat e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining yuqum mazgilida chet el muxbirlarga qaratgan parokandachilikni kuchaytirganligini bildirdi. Yillik dokulatda bildirilishicha, Xitoydagi chet el muxbirlar jamiyati virus mazgilida chet ellik jurnalistlarga Xitoy kommunistlarining parokandachilik salganligini ta'kidlagan. Xitoy doiralarining muxbirlarning viza iltimosini qurol sifatida ishlatayotganligi ayblangan. 2020 yilning oldingi yarmida kam deganda 18 chet ellik muxbir chegaradan qo'g'lab chiqarilgan. Sharqiy Osiyo chegarasiz muxbirlar idorasining boshlig'i Cedric Alvini yozim bayonot e'lon qilib, yaqinqi yillardan buyon Xitoy organlari chet ellik jurnalistlarni qarshi elinmaydigan kishilar deb qarab, amalning boricha Xitoyning tashviqotiga zid uchurlarni to'plab olishning oldini oldi deyilgan. Yozim bayonoti yana virus mazgilida demokratik davlatlar Xitoyga texmo ko'p besim ishlatib, muxbirlarning adil, to'g'ri uchuriga erishish huquqiga hurmat qilishga qistishi kerakligi bildirilgan. Chet el jurnalistlar jamiyatining Xitoyga aloqador doklati mazkur jamiyatning 150 a'zosini tekshirish orqali chiqarilgan bo'lib, 60% muxbir Xitoy tarafidan parokanda qilingan. 59%ni Xitoy xizmatchilari qo'rqitgan hamda tahdid solgan. 40% muxbir nazoratga elingan. 40% muxbirning xabar manbalari parokandachilikka uchragan. Buningdan boshqa o'tgan yili Sharqi Turkiston va Ichki Mo'ng'ul rayonini ziyorat qilgan muxbirlar ichida kam deganda 90%ning boshqalarni ziyorat qilishi to'salg'iga uchragan. Chegarasiz muxbirlarning 2020 yillik Dunyo axborot erkinligi ko'rsatkichi dokladida Xitoy 180 davlat ichida 177-o'ringa tizilgan bo'lib, dunyodagi eng chong muxbirlarni tutqun qiluvchi qatorida o'rin olgan. Shundaqla Xitoyda 2020 yili kam deganda 121 muxbir qo'lga ilinib, ularning hayoti xavf ichida qolgan. İnsan hakları demişken bütün bir dünyanın gözü önünde cereyan eden bir zulmü buradan duyurmayı bir mesuliyet olarak görüyorum. Saadet Partisi hükümetni Uyg'urlar haqida sukut qilish bilan aybladi. Saadet Partisi Yoshlar sho'basi raisi shundaqla partiyaning Konya milletvekili Abdulqodir Qariduman 5 mart Turkiya Buyuk Millat Majlisida qilgan so'zida Sharq Turkiston masalasida sukut qilgan hukumatni qattiq aybladi.
U so'zini Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari tomonidan butun dunyoning ko'z oldida elib berilayotgan bu zulmni asıltishni o'zimning mas'uliyati deb qarayman deb boshildi. U so'zning davomida hukumatga asıltib Uyg'ur turklari Xitoy jazo lagerlari deganlar tilga elinganda sizlarga bir narsani eslashsi kerak. Xitoy Sharq Turkistonda yillardan buyon irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Xitoy inson aqliga kelmaydigan darajadagi zulmlarni ijro qilayotgan jazo lagerlarini dunyoga tarbiyalash markazi deb tanitmoqda va bu jazo lagerlarida 3 million Uyg'urlarni asir tutmoqda. Qatliamlar, sotsiz jazolar, xohlagancha tutqun qilish va boshqa sanoqsiz jinoyatlar yillardan buyon sistemini qoldi davom qilyapti. Uyg'ur tilining cheklanishi bilan birlikda madaniyat assimilyatsiyasi natijasida Sharq Turkiston xitoylashtirilmoqda. Majburiy emgak vositasi orqali Uyg'urlar yurtlaridan surgun qilinib, Xitoylar yerlashtirilmoqda. Majburiy bola tushirish, yosh qizlarning majburiy emgakka tutqun qilinishi, lagerdagi qiz ayollar uchrayotgan dafsandichiliklar qatorliq jinoyatlar tinimsiz davom qilmoqda. Bularni butun dunyo ko'ryapti va texi o'tgandala 39 davlatning o'rtaq imzosi bilan bu jinoyatlar ayiblangan bir paytda Turkiyani bu zulmlar oldida sukutga mahkum qilgan bu tushunchani rad qilamiz. Bizning e'tiqodimizda mazlumni qo'g'dash bor. Zulmga sukut qilish bizning e'tiqodimizda yo'qdir. Zulmga rozi bo'lish shaksiz zulmdir. Gandhi deydi-ki, oltin kishanlar temir kishanlardan texmi yomondir. Ya'ni sizlarning putonlarga qandoq kishan selindiki, sizlarni bu darajada sukut va harakatsizlik ichida qo'ydi. Bu zulm oldida yana qanchalik sukut qilasizlar? Har qanday manfaat Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilishga sabab bo'la olmaydi. Bugun sukut qilsanglarmi, Turkiya yanada mazlumlarga umid, zolimlarga qo'rqinch bo'lishga davom qiladi. Biz hech qachon bu zulmlarga sukut qilmaymiz. Har sohada Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning yanida bo'lamiz. Takrorlayman, Xitoydan emas, Allohdan qo'rqinglar deganlarni bildirdi. Ve hareketsiz bıraktı. Bu zulüm karşısında daha ne kadar sessiz kalmayı tercih edeceksiniz? Hiçbir pazarlık Doğu Türkistan'da yaşanan soykırıma sessiz kalmanın bir gerekçesi olamaz. Bugün sussanız da Türkiye size rağmen mazlumlara umut ve zalimlere korku olmaya devam edecektir. Bizler bu zulme hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. Her platformda Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin sesini ve feryadını en güçlü şekilde haykıracağız. Bu zulüm karşısında bugün takınılan tavır, bugünkü sessizlik elbette ki tarihe düşülen bir nottur. Tekrar ediyorum, susmayın, Çin'den değil Allah'tan korkun. 为什么哥哥的名字你不知道呀？因为哥哥没给我说他的汉族名字我也不知道，可是他维语名字我知道。可是他维语名字有点。 Uyg'ur qizning echinishlik so'zlari Xitoyning jinoyatini fosh qildi. Xitoy tajovuzchilarining yillardan buyon vatanimizda elib berayotgan turli jinoyatlari oxirgi yillarda jazo lagerlari siyosati bilan qaytadan dunyoning kun tartibiga kelmoqda va Xitoyga tarafdan qattiq ayblashlar va hatto har xil jazolar ijro qilinmoqda. Ammo Xitoy tajovuzchilari shunchavala ko'p dalil isbotlarga pisand qilmasdan yanada o'zining jinoyatlarini oqlashga butun kuchi bilan tirishmoqda. Lekin Xitoy yapgan sari uning jinoyatlari, bostirish siyosatlari kommunistlarning o'z qo'li bilan dunyoga taralmoqda va Xitoyning dunyoni aldash hiylesini bitkit qilmoqda. 5 mart Xitoy ijtimoiy uchur vositasi tarqalgan qisqa sin lager shohidi Zumrat Davud xonimning Facebook hisobida tarqalgandan keyin alohida diqqat qo'zg'adi va Xitoyning Uyg'urlarni kichikidan boshlab ona tilidan mahrum holatda xitoylashtirishga harakat qilayotganligi Xitoy muallim va kichik Uyg'ur sabiy qizining og'zidan yana bir qatim isbotlandi. Va Xitoyning hali ham dunyoda bozorga selishga tirishib kelayotgan Uyg'urlar o'z ona tilida ma'arif tarbiyasi ko'ra oladi, til cheklamasi yo'q deb kelayotgan davranglarni bitkit qildi. Mazkur qisqa dialogda Sabira ismli sabiy Uyg'ur qizidan Xitoy muallimi "Sen nimishqa akangning ismini bilmaysan?" deb so'raydi. Uyg'ur qiz "Chunki akam menga o'zining Xitoycha ismini demagan. Men uning Uyg'urcha ismini bilaman, Xitoycha ismini bilmayman. Ham uning Uyg'urcha ismi bir xil g'alita" deb javob berdi. Xitoy o'qituvchi undaqda uning ismi nima deb so'raydi. Uyg'ur qiz "Agar men Xitoycha desam, menmi so'zlay olmayman" deb javob berganda, yana bir Xitoy o'qituvchi undaqda Uyg'urcha ishiltib degan deydi. Uyg'ur qiz bo'lsa, "Undaqda sizlar meni tillasanglar qanday qilaman? Men sarangmi" deb javob berdi. Xitoy o'qituvchi bo'lsa, "Qandaqsiga undaq bo'lg'adak, muallim sendan so'rayotgan tursa, muallim hozir talab qilyotdi.
sana so'zlashga ruxsat beryotidi. Shunlashqa seni tillamaydi. Chunki yaslida bolalar Uyg'urcha so'zlashga bo'lmaydi. Shundaqmi deganda Uyg'ur qiz to'g'ri deb javob berdi. O'qituvchi orqadilla hozir o'qituvchi sana ruxsat qilgan ekan, sana boshqa gap qilmaydi. Undaqda degan deb qizni qiziqtirdi. Demak, bu qisqa dialog Xitoyning Uyg'ur farzandlarini kichikdan boshlab qaysi shaklda tarbiyalayotganligini oshkorlab berdi. Tadqiqotlarga ko'ra, navbatda ota-onasidan tortib olingan yoki ota-onasi lagerlarda bo'lganligi sababli bolalar lagerga qamalgan millionlarcha Uyg'ur farzandidan sirt Xitoylar yillardan buyon Sharqi Turkistonda yo'l qo'yib kelayotgan boshlang'ishdan tortib yotoqliq o'qitiladigan maktablardami millionlarcha Uyg'ur farzandi butunlay Xitoy tilida tarbiyalanib qolmasdan Xitoy madaniyati kommunizm tushanchisida tarbiyalanib xitoylashtirilmoqda. 为什么哥哥的名字你不知道呀？因为哥哥没给我说他的汉族名字我也不知道，可是他维语名字我知道。可是他维语名字有点奇怪。奇怪哦。那他叫什么名字啊？如果我汉族说的话，我也不会说。不会说，那你用维语说一下嘛。那你们骂我的话怎么办？我就吃棍子吗？哎，怎么能吃棍子？老师是问你的，怎么能吃棍子呀？老师现在是要求让你说，老师不会骂你的，因为你看幼儿园小朋友在幼儿园里面不能说维语，对不对呀？啊，现在老师让你说的时候，那老师是不会说你的，那你说一下。我给你们说的话有点我丢脸。丢脸了？那你的名字是汉语名字还是维语名字呀？是维语名字和汉语名字合在一起的，对不对？嗯，维语名字是不是叫闪鼻子？是不是？对，我维语名字赛比勒。赛比勒嘛。那汉族名字呢？我汉族名字是赛比勒。赛比勒啊。Amerika parlament a'zolari Uyg'urlarni Amerikaga qabul qilishni tezlatishga harakat qilmoqda. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika parlament a'zolari Uyg'ur musofirlarining Amerikada panohlanish haqidagi iltimosini qabul qilishni tezlatish haqida qonun taklifi sunishni planlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Floridadan ikki Avam palata a'zosi demokratchilardan Ted Deutsch bilan Cumhuriyetçiler Partisi'den Mario Diaz-Balart kelarki hafta Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasini o'tirg'a qo'ymoqchi bo'lgan. Agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, Uyg'urlarni Amerikaga qabul qilish masalasi Amerika musofirlar sistemasi ichida ikkinchi muhim o'ringa o'tadi ekan. Navbatda Cumhuriyetçiler Partisining bu qonun loyihasini qanchalik qo'llaydiganligi aniq emas. Ammo bu qonun loyihasini tuzguvchilar o'zlarining Xitoyga qarshi turadigan parlamentdagi mo'tadil Cumhuriyetçiler Partisining qo'llashiga erishadiganligiga ishonganligini aytgan. Bildirilishicha, Uyg'urlarni Amerikaga qabul qilish iltimoslarining ko'payishi Amerikaga iltimos qiluvchilarning Birlashgan Millatlar Tashkilotining iltimosi bo'lmagan ahvol ostida bevosita Amerika hukumatiga musofir sifatida iltimos qilishiga yo'l qo'yilishi muqarrar bo'lib qoladi ekan. Buning bilan Xitoyning 3-bir davlat orqali Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib ketishdan ansirash ahvoli to'vallaydi ekan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy kishilik huquq tashkilotlari va boshqa hukumatlar tomonidan Uyg'urlarga qilgan ziyonkashligi haqida tanqid qilingan bo'lsa-mu, Xitoy Uyg'urlarni muvaffaqiyatli holda qo'shni davlatlardan qaytarib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil oktyabrda Ted Deutsch ikki partiyaga tava 31 parlament a'zosini boshlab, ayni vaqtdagi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va davlat bexatarligi muvaqqat ministri Wolfiga birlikda xat yozib, hukumatning Uyg'urlarning viza rasmiyatlarini bajarishini tezlatib, musofirlarning panohlanish salohiyatini oldingi o'ringa qo'yib, musofirlarning umumiy sonini ko'paytirish va Amerikadagi Uyg'urlarni qo'g'dashni talab qilgan edi. Trudeau Xitoyni Uyg'urlarga tutgan muomalasining oqibatidan ogohlantirdi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Xitoyni Uyg'urlarga tutgan muomalasining mumkin bo'lgan oqibatlaridan ogohlantirgan. Kanadadagi Yer shari va pochta gazining xabar qilishicha, bosh ministr Trudeau Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Song Peiwo Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizganligi, majburiy emgakka solganligi va yurt makonlaridan ko'chirganligini inkor qilib, orqadan bu so'zlarni qilgan. Song Peiwo 3-mart axborot yig'ini o'tkazib, Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilganligi va majburiy emgakni yo'l qo'yganligi haqidagi fikrlarni bu asrdagi yolg'onchilik degan edi.
Biroq Trudeau çarşamba kuni muxbirlarga bu to'g'riliq butun dunyo andishasini ifodalayotir. Kanada parlamenti buningdan bir qancha hafta ilgari bu jihatdagi andishalarini nihoyat aniq ifodaladi degan. U yana biz xalqaro ittifoqdoshlarimiz bilan dunyo o'tirg'i qo'ya oladigan mumkin bo'lgan oqibatlar doirasida ham aniq bir javob elish, ham mas'uliyati borlarni javobgarlikka tortish uchun hamkorlashadiganligimizni qayd qilamiz deb ko'rsatgan. Kanada parlamentining Avam palatasi texi yaqinda birdek ovoz bilan Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini qabul qilgan edi. Yer shari va pochta gazetining ko'rsatishicha Trudeau yana Beijingga qartilgan har qanday embargoning ko'p taraflamalik asosda bo'lishi texmi yaxshi bo'lganligini bildirgan. Trudeau bu so'zlarni Kanada parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorini e'tirof qilish to'g'risida qattiq besimga uchrayotganda aytgan. Wang Yu Amerikaning bu yillik xalqaro jasur ayollar mukofotiga erishdi. Xitoydagi atoqli kishilik huquq advokati Wang Yu Amerika tashqi ishlar ministrligining bu yillik xalqaro jasur ayollar mukofotiga erishdi. Amerika tashqi ishlar ministrligining 4-mart e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida ko'rsatilishicha, Wang Yu 2011-yildan beri Xitoyda nurg'un nozuk siyosiy dilolarni qabul qilib, faoliyatchilar, ziyolilar, Falun Gongchilar, dehqonlar va ayol bolalar huquqi, diniy huquq, ifoda erkinligi, yig'ilish va tashkillanish erkinligini o'z ichiga olgan nurg'un ariz shikoyat dilolarining advokatligini qilgan ekan. Wang Yu ilgari Xitoy turmasidagi atoqli Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtini oqlashga qatnashgan. Ilhom To'xti 2014-yili Urumchida atalmish bo'lgunchilik bilan ayblanib sotlangan. Wang Yu ishlaydigan Beijingdagi Fengrui qonun mulozimat o'rni ayni chog'da uning oqlag'uchi advokatlik xizmatini ustiga olgan. Biroq Xitoy rejimi Ilhom To'xtini umrlik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, mukofot tarqatish marosimi 8-mart tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning sohibxonligida o'tkazildi ekan. Xitoydan boshqa Belorussiya, Burma, Kamerun, Kolumbiya, Kongo, Guatemala, Iran qatorliq davlatlardan kelgan 10 necha ayolmi bu mukofotga loyiq ko'rilgan. Bu mukofot o'tgan yili Qozoq lager shohidi Sayragul Saudbayga berilgan. U chet elga qochib chiqib, Xitoy lageridagi kishilik huquq dafsandichiligini botirlik bilan pash qilganligi uchun uningga loyiq ko'rilgan edi. Xitoyga qarshi xalqaro kurashda Uyg'ur ayollari avangardlik rolini o'ynamoqda. 21-asrda insoniyatning yuziga tushgan bir qaradog' deb tasvirlangan hamda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan Xitoy rejimi 8-martdagi ayollar bayrami yetib kelish harfisida o'zining irqiy qirg'inchilik jinoyatini pash qilgan Uyg'ur ayol lager shohidlarining shaxsiyatiga hujum qilish bilan mohiyatini texmi oshkora qilmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 1-mart Xitoyning lagerlarda Uyg'ur qiz ayollarga sistemalik bosqinchilik qilayotganligini dunyoga oshkorlagan Tursunay Ziyovuddin, Zumrat Davud va boshqa ayol shohidlarning shaxsiyatiga hujum qildi. Uning bu qilmishi ijtimoiy taratqularda qattiq ayblandi. Kishilik huquqni ko'zitish tashkilotining Xitoy ishlari direktori Sofiya Richardson xonim inkos bildirib, bu o'zining bayonlarini kontrol qilishmi yoki ayollar dushmanligining Xitoy davlat siyosatining bir qismi ekanligini e'tirof qilishmi deb ta'kidladi. O'tgan yil sentabrda Amerikaning yordami bilan Washingtonga kelib davolanayotgan Tursunay Ziyovuddin bu yil mart oyining o'zi uchun bayram emas, balki qo'rqinchli lagerni aslatadigan bir kun ekanligini aytdi. Chunki u Xitoy soqchilari tomonidan lagerga dal 2018-yili 8-mart, ya'ni xalqaro ayollar bayrami kunida chaqirtilgan ekan. Tursunay qachonki Uyg'ur ayollari bo'libmi Xitoyning xo'rliq va zulmlariga uchrayotgan barliq ayollar qutulmag'icha o'ziga bayram bo'lmaydiganligini va shu kuniga yetguncha kurashlarini davomlashtiradiganligini bildirdi. Tursunayga o'xshash Washingtonda yashayotgan lager shohidlaridan 2019-yili oilasi bilan Pokiston orqali Amerikaga kelgan Zumrat Davud xonim jazo lagerlari haqida guvohlik berib, o'zining majburiy holda mangulik tug'mas qilinganligini anglatdi. U Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizayotganlarining bir qirg'inchilik ekanligini, bir millatni sistemalik yo'qotish va naslini quritishning qabih bir plan ekanligini po'latdek isbot bilan ta'min etgan edi. Buning bilan Zumrat xonimmi Xitoyning bevosita hujum nishoniga aylandi. Ammo Zumrat xonim yanada axborotlarga, kishilik huquq tashkilotlariga va ijtimoiy taratqularga Xitoyning Sharq Turkistondagi har turli zulmlarni pash qilishni izchil davomlashtirmoqda. Xitoy tashqi ishlar ministrligi 1-mart Uyg'ur lager shohidlarining shaxsiyatiga hujum qilgan bo'lsa-mu, ammo chet el muxbirlarining ularning konkret uchurlariga doir savollarga javob berishni rad qilgan. Xitoy yana yaqinda Mehrgul Tursunning hikoyalari nomli Mehrgulga shaxsiy hujum va haqorat qilgan hujjatli film tarqatgan edi. Uningda Mehrgulning ota-onasi, soqchilar va doktorlar Mehrgulga qarshi so'ziltilgan edi. Mazkur filmda Mehrgulning guvohliklarining hammasini yolg'onga chiqarishga uringan edi.
Lager şahidi Mihirgul Tursunning bu xil hujumlarga tunji qitim uchrashi emas. Lekin Xitoyning bu qitimmi paket o'ydirish taktikalari va saxtaliklari Mihirgulning ko'zidan qochib qutula olmagan. Mihirgul Tursun Xitoyning to'xtovsiz hujumlaridan o'zining Zumrat Davudning va Tursunay Ziyovuddinning guvohliklarining haqiqatan Xitoyga besim paydo qilganligini ko'rib yetganligini bildirdi. U yana Uyg'ur jamoatini Xitoy rejimi tarafidan g'aljirlarcha hujumlarga uchrayotgan fidokor ayol shohidlarni himoya qilishga, ularning sharafini qo'g'dash orqali yanama ko'plagan fidokor Uyg'ur hadis singillarni Xitoyning zulmini to'xtatish uchun maydonga chiqishga rag'batlantirishga chaqirdi. Məcburi əmgək, tuğut çəklaş, sistemlik basqınçılıq, irqi qırğınçılıq qatarlıq Xitayning ko'z yumğılı bolmaydigan jinoyat paketlarini oshkorlagan Uyg'ur ayol lager şahidlaridan Mihirgul Tursun, Gulbahor Jelilova, Qalbinur Sidiq, Zumrat Davud, Tursunay Ziyovuddin qatarlıqlar Xitayning o'zlariga qaratgan har turli besim va hujumlarga qaramay, lagerda beshidan kechirgan qo'rqinchli qismatlarini va ko'rganlarini isbotliq anglatdi. Xitoyning Amerika, Kanada va Gollandiya tarafidan irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan qattiq ayiblanishiga turtki bo'ldi. Mazkur qaysar Uyg'ur ayollarining jasorati hammamizga ilhom bo'lg'usi. Turkistondan tunji xalqaroliq uchish Turkiyaga ishga oshirildi. Qozog'istonning Turkiston shahrida oldingi yili dekabrda xizmatga kirishtirilgan Turkiston xalqaro aerodromidan tunji chet el aeroplan safari 21 mart kuni Istanbulga ishga oshirildi. Qozog'iston Fuqaroviy Aviatsiya komiteti tarafidan e'lon qilingan bayonotda bildirilishicha, Turkiston xalqaro aerodromining tunji xalqaroliq aeroplan safarlari uchun bilet setish boshlangan bo'lib, oldingi yili 1 dekabr kuni xizmatga kirishtirilgan aerodromning tunji chet el aeroplan safari 21 mart kuni Istanbulga ishga oshirildi. Turkiston liniyasida tunji qitimli xalqaroliq aeroplan safarining Fly Ariston Aviatsiya shirkati tarafidan ishga oshirilganligi uqtirilgan bayonotda mundaq deyildi. Dastlabki qadamda har haftada 2 navbatchi aeroplan qatnaydi. Keyincha navbatchi aeroplan soni haftada 7 ga ko'paytirildi. Xitoy virusi vaksinasi tunji qitim maymunlarga emlandi. Amerikaning Kaliforniya shtatidagi San Diego hayvonotlar bog'chisida ba'zi orangutan va papa shimpanze turlariga Xitoy virusi vaksinasi emlandi. Bu insonlardan sirt tunji qitim hayvon turiga Xitoy virusi vaksinasi emlash bo'lib hisoblandi. 2021 yili yanvar oyida San Diego hayvonotlar bog'chisida 8 gorillaning Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bayqalgandan keyin mas'ul xodimlar darhol harakatga o'tgan edi. Hozir yaxshilanish bosqichiga kirgan hayvonlar xatardan o'tib ketgan bo'lsa-mu, mal doktorlarining to'plashib yashaydigan gorilla, orangutan, shimpanze va boshqa sut emguvchi hayvonlarga Xitoy virusi vaksinasi emlaydiganligi qayd qilindi. Hayvonotlar bog'chisi yuqori darajalik mas'uli Nadin Lamberski kasalliklar hayvonlardan hayvonlarga intayin tez tarqaladi. Yaxshilanish bosqichimi nihoyat qiyin o'tadi. Vaksina emlangan hayvonlarda hozirgacha hech qanday kasallik alomati ko'rilmadi. Ahvoli nihoyat yaxshi edi. U maymunlarga insonlar uchun yasalgan zukam va qizil kasalliklari vaksinalarini emlashning keng umumlashganligini qayd qildi. Xitoy virusi Italiyada kambag'allikning yuqori o'rlishiga sabab bo'ldi. Italiya Davlatlik statistika instituti Italiyada Xitoy virusi 2008-yildagi iqtisodiy krizisdan texmi og'ir kambag'allikka sabab bo'lganligini e'lon qildi. Butkul dunyoga ta'sir qilgan Xitoy virusining eng og'ir ta'siriga uchragan davlatlardan biri bo'lgan Italiyada kambag'allik yaqinqi 15 yilning eng yuqori pallasiga chiqdi. Italiya Davlatlik statistika instituti 2020-yillik kambag'allik raqamlarini e'lon qildi. Italiya Davlatlik statistika institutining ma'lumotlariga asoslanganda, Italiya nufusining 9.9% ga to'g'ri keladigan 5.6 million kishi mutlaq kambag'allik chekining ostida yashaydigan bo'lib, bu son 2020-yilda 2005-yildan buyangi eng yuqori saviyaga chiqqan raqam bo'lgan. Mutlaq kambag'allik cheki ostidagi oilalarning nisbati 2019-yilda 6.4% bo'lgan bo'lsa, 2020-yilda 7.7% bo'lgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.